Do'stlarim, menga bunday mahzun chehralar kerak emas. Agar sizlardan xavotir olsam, qanday qilib tinchgina keta olaman? Qirolim, siz tuzalishingiz kerak. Xalqimiz hali ham sizni kuchingizga muhtoj. Na iloj, bu mening taqdirim. Qolgan ishlarimni sizlarga ishonib topshiraman, birodarlar. Ingliz. Oo, qanday go'zal manzara. Sizni ko'rganimdan xursandman, Ma'buda. To'g'risini aytsam, sizni o'limimdan oldin ko'rishni orzu qilgan edim. Men ham umidvor edim, ingliz. Sizning hayotingiz haqiqatdan ham yaxshi o'tgan edi. Xalqqa xizmat qilish yo'lidagi sa'y-harakatlaringizdan ortiq yutuq yo'q deb o'ylayman. Yo'q, buni hammasi sizni marhamatingiz tufayli. Sizni yordamingizsiz bu qirollikni hech qachon yarata olmagan bo'lar edim. Ammo bu sizning yuragingizning ochiq tabiati. Bu sizga juda ko'p yirtqich hayvonlar va yovuz ma'budlarni yengishda yordam bergan. Sizni ilohiy ritsar qilishda judayam yaxshi tanlovga ega bo'lganga o'xshayman. Sizning so'zlaringiz meni yuragimni g'ururga to'ldirdi. Katta rahmat. Aynan shuning uchun men bugun sizning bu harakatlaringizga sovg'a tariqasida biror bir imkoniyat berish uchun keldim. Men bunga loyiqmanmi? Sizning biron bir istagingiz bormi? Men buni qo'limdan kelgancha bajarishga harakat qilaman. Rostdan ham xohlagan narsamni bajarasizmi? Xo'sh, unaqada. Agar imkoni bo'lsa, boshqa dunyoda qayta tug'ilishni istayman. Men butun umrimni shohligim va uning xalqiga sarfladim. Men bundan afsuslanmayman. Lekin agar men shoh bo'lmaganimda umrimni jang san'atini mukammallashtirishga bag'ishlagan bo'lar edim. Men shu yo'l orqali qanday natijalarga erishishimni bilmoqchi edim. Sizning istagingiz amalga oshadi. Men uzoq kelajakda uchrashishimizni intiqlik bilan kutaman. Qayta tug'ilganingizdan keyin. Yuqoriga ko'taramiz. Azizim, bizning kichik inglizchamizni qo'rqitib qo'yishingiz mumkin. Ingliz? Men rostdan ham qayta tug'ilganga o'xshayman. Va eski ism sharifim bilan qayta tug'ilganga o'xshayman. Juda ajoyib, Serena. U xuddi senga o'xshagan go'zal qiz bo'libdi. Qiz dedimmi? Ishonchim komilki, u bir kun kelib juda go'zal xonim bo'ladi. Men qiz bo'lamanmi? Nima uchun qiz bola? Telegramdagi Amiline kanali taqdim etadi. Qilich ustasi bo'lish uchun qayta tug'ildim va buyuk qiroldan oddiy shogirdga aylandim. さすがたいのを傷つけられないくらいに記憶の底刻み込まれてる Let's start them さ運命これで I will take it over 自分のために生きるこの世界で手を伸ばしたまま確かめるように思い出して We are dreaming 迷わないように鳴らせ鼓動を空に願う信じた未来に触れて立ち上がるたびに見渡して居場所を常識を塗り替えてこれは一から始まるストーリー果てなき道をかけてく目指してるのは見たことない世界へYaxshi qayg'u. Men go'dakligimda qilich ham silkita olmayman.
Ammo reinkarnatsiyadan keyin ham mening ilohiy marhamatim saqlanib qolgan. Men ichimdagi efirni his qila olaman. Efir bu dunyoning yaratilishining asosidir. Nafaqat dunyo, balki koinotning ham. Mavjud hamma narsa efirdan iboratdir. Va uni boshqarish dunyoni boshqarish bilan barobardir. Bu kuch esa ilohiy kuchdir. O'tgan hayotimda faqat efir asoslarini o'zlashtirishga vaqtim bor edi. Qayta tug'ilganimdan beri uni boshqaradigan boshqa hech kimni ko'rmadim. Yana ma'budani his qila olmasligim ham tashvishga solyapti. Sehrli hayvon! Ehtiyot bo'linglar! Sehrli hayvonmi? Biz qochishimiz kerak. U uchib yurganmidi? Men boshqa narsani ko'rgan bo'lsam kerak. Hammasi joyida, ingliz. Otangiz va boshqalar tez orada sehrli hayvonni quvib chiqarishadi. Sehrli hayvon. Endi tasavvurni o'ziga tortadigan ism bor. Umid qilamanki, ular juda vahshiy, yovuz hayvonlar. Sirena! Irina. Bolalar qayerda? Rafael, Rafinaga tezroq qarang. Biz hoziroq ichkariga kirishimiz kerak. Oyijon, xolajon, tirikligingizdan xursandman. Rafinaning ahvoli qanday, Rafael? Ha, hammasi joyida o'sha yerda. Krischa, qo'rqma, endi xavfsizsan. Ritsillar sehrli yirtqich hayvonni quvib ketguncha biz shu yerda kutishimiz mumkin. Bu sehrli hayvonmi? Bu toshlarning rangi bu jozotni rangi bilan deyarli farq qilmas ekan. U qanchalik kuchli? Dunyo yanada xavfli bo'lib qolganga o'xshaydi. Bu esa men uchun juda yaxshi. Voy bechoraginam, qo'rqib ketding. Qo'rqma. Siz uni ayblay olmaysiz. U sehrli hayvonni birinchi marta ko'rishi, to'g'rimi? Uning qo'rqib ketishi tabiiy. Umid qilamanki, bir kun kelib bu yirtqich hayvonlardan qutulamiz. Bolalarimiz uchun. Siz bunday gaplarni aytmasligingiz kerak, onajon. Menga munosib dushmanlar kerak. Bu esa o'sha sehrli hayvonlar menga kerakligini anglatadi. Bu juda sharmandali. Men allaqachon runamni olganman, lekin hech narsa qila olmayman. Faqatgina tomosha qila olaman. Run. Ular sehrli hayvonlarga qarshi kurashish imkonini beradigan artefaktlarni qo'llash uchun kerak bo'ladi. Va barcha ritsirlarda xuddi shunday belgi bor. O'tgan hayotimda hammalar bo'lmagan. Rafael, sening runing maxsus kalibrlidir. Bu barcha odamlarning umidini ifodalovchi tanlangan bir necha kishiga beriladi xolos. Sen buni shunchaki befarq qoldira olmaysan. Tushundingmi? Ha, oyijon. Hattoki bu yerda hammani tashlab ketishing kerak bo'lsa ham, nima bo'lishidan qat'iy nazar omon qolishing kerak. Opa! Oyi! Rafael, Xolajon, chaqaloqlarni olib yugur. Bu qilishdan hech qanday foyda bo'lmaydi. Faqat ikkalasini ham xavfsiz joyga olib bor. xolajon. Uning qilichbozligi aslo kam emas. Ammo bu sehrli hayvon o'ylagandan ko'ra chaqqonroq. Nima qilyapsan? Tezroq shoshil. Rani, Kris, meni shu yerda kutib turinglar, 5 daqiqa. Yo'q, ketishingiz kerak. Agar men o'zimga qadrli bo'lgan insonlarni qutqara olmasam, boshqa hech kimga yordam bera olmayman. Bunday kuchni nima keragi bor? Yaxshi aytding, bolakay. Birovning ko'rsatmasi bilan qahramon bo'lmaysiz. O'z tanlovingiz, o'z harakatlaringiz samarasi orqali.
Xola. Bu juda jasur yigit. Bunday joyda o'lishiga yo'l qo'ymayman. Men bu hayotni o'zim uchun yashayapman. Bu esa mening qahramonlikka qiziqmasligimni anglatadi. Shunga qaramay, men qahramonlik sayohatiga ega bo'lganlarga yordam berishni xohlayman. Yarmarka namoyishi deyman chaqaloq uchun. Kris? Hozir nima bo'ldi? U uyg'oqmidi? Juda xursandman. O'zingni bir tush ko'rdim deb o'ylasang yaxshi bo'lardi, bolajonim. Hammasi yaxshi bo'lishi kerak hozir. Xonimlar, Rafael, tirikmisizlar? Yaxshimisizlar? Hammasi omonligidan xursandman. Hammasi uchun Rafaelga rahmat. Va shahar unchalik katta zarar ko'rmadi. Ha, lekin baribir shaharning xavfsizligini ko'rib chiqishimiz kerak. Agar hayvonlar yana hujum qilgan bo'lsa-chi, ularning kuchlilari hattoki bir mamlakatni yo'q qilib oladi. Xo'sh, bu qiziq emasmi? Bu Prizmer hayvonlari yaxshi o'lchi bo'ladi. Biroz kutamiz. Mening qayta tug'ilishim tashqi ko'rinishimga ajoyib o'zgarishlar kiritdi. Vaqt o'tishi bilan men tengiyoq go'zalga aylanaman. Bunday nevaram uchun nima qilgan bo'lardim? Bizning inglizimiz oynaga qarashni yaxshi ko'radi, shunday emasmi? U juda aqlli va odobli. Ingliz. Rani, U juda yaxshi qiz va o'ziga xos ajoyib ham. Hatto u ko'zni qamashtiradi. xola, o'sha nomaqbul ko'rinish uchun uzr so'rayman. Bunday juda ham chiroyli tarbiyali qiz. Uning Rani kabi atigi 5 yosh ekanligiga juda ham ishonish qiyindir. Qanday darslarga qatnadi o'zi? Biz hech narsa qilmadik albatta. Men bu haqda kitobda o'qiganman. Ingliz, keling, bugun mashg'ulotlar bilan ko'proq shug'ullanaylik. Oy yo'q. Yaxshimisan, Rani? Qani tur. Ingliz. Seni mushaklaringni mustahkamlashing kerak. Boshqalar kabi ularga qara. Qani Rafael, o'zingni ushlab turma. Ha, tushundim. 領主ビルフォード公爵の長男 Siz buni uddalaysiz, akajon. か次期領主としての評判は上々 Yetarli. Rafael g'alaba qozondi. Tabriklayman. Kattakon rahmat. Ular juda ham ajoyib. 騎団の中で彼に勝てるのは団長である父上くらいしかいないのではないかいずれ手合わせしてみたいものだな Xayrli kun, Luka. Xalaqit berganim uchun uzr. Janob Rambat. Sizni ko'rganimdan xursandman. Diqqat qilinglar, hurmatli janoblar. Ramba kompaniyasi vakillari. Romboch kompaniyasi? Eshitishimcha, savdo bilan shug'ullanadigan odamlarga sehrli hayvonlar juda ham ko'p hujum qilishadi. Ular qanchalik omadli. Hech qachon. Va ular kuchliroq bo'lish uchun ba'zan ritsarlar bilan birga mashq qilishadi. Buni akam aytdi. Qisqasi, bu meni o'g'lim Rahil. Meni ismim Rahil. Tanishganimdan xursandman. Men ham juda xursandman. Rafael bilan tengdosh ekansizlar. Men Rafael Belfortman. Tanishganimdan xursandman. Men ham. Yetarli. Rahil yutdi. Oho, uning bir o'zi 12 kishini yiqitdi. Dastlab ritsarlar ustunlik qilishdi. U qilishni ko'targandan so'ng oqim butunlay o'zgarib ketdi. Sizlar o'zi ritsarmisiz yoki shunchaki ustunmisiz? Sizlar bundan ortig'iga qodir emassiz. Axir yirtqich hayvonni ko'rmagansiz.
Meni judayam ko'tarilib ketdi-ya. Bu har doimgidek bo'ldi. Lekin sayohatimiz davomida biz yirtqich hayvonlarga ko'p duch kelamiz, to'g'rimi? O'sha bola negadir o'zidan o'zi kuchayib ketdi. U bilan qanday jang qilishni ham bilmayapman. Rostdan ham menimcha u jang masofasini yaxshi o'lchaydi. Shuning uchun har safar bizni yutyapti. Ular jiddiymi? U qandaydir sehr ishlatayotgani aniq. Efiridan suyultirilgan holatda foydalanish. U yordamida odamlar g'alati narsalarni o'ylab topishlari mumkin. Bu narsani esa ular sehr deb atashadi. U ko'z bilan aloqa qiladigan har qanday odamning harakatini cheklaydi. Bir turdagi bog'lash. Bu zaif tur. Bu faqat raqibning harakatiga biroz to'sqinlik qiladi. Shunga qaramay hech kim buni seza olmadi. Bu davrda odamlar sehr haqidagi barcha bilim va tushunchalarini haqiqatdan ham yo'qotganga o'xshaydi. Rani! Kris! Katta rahmat. Bu juda achinarli. Men ritsarlardan biror narsa o'rganaman degan umidda kelgan edim. Lekin negadir hozir sizlarga saboq berayotgandekman. Bunchalik qo'pol bo'lma, Rahil. Axir harakat qilishyapti. Rahil dono, balki men bilan jang qilarsiz. Kelajakdagi muqaddas ritsar bilan jang qilish bu katta sharafdir. Keling siz bilan adolatli jang qilamiz, nima deysiz? U mutlaqo bema'nilik qilyapti. Kechirasiz, Rafni amakivachchasi. Nima deysan, Kris? Menimcha iloji boricha unga qarashdan qochishga harakat qilish kerak. Nima demoqchisan? Juda g'alati narsa yuz beryapti. Hammasiga harakat qilyapti. Va Rahil har doim o'zini to'g'ridan to'g'ri raqibi oldida joylashtiradi. Biror narsa bo'lyaptimi degan savol meni hayratga solyapti. Unga qaramasdan jang qilishim kerak. Agar men unga bu jangda sehr borligini aytsam, u tushunishi qiyin. Faqat unga ishora qilish yaxshiroq. Tushunarli, Krischa. Katta rahmat. Ingliz, akam albatta g'alaba qozonadi-ya. Hammasi yaxshi bo'ladi. Unga dalda berish uchun esa ko'ngilni ko'tara olasan, Rani. Siz qila olasiz, akajon. Boshlang. Oho, uni itarib yubordi. Rafael juda ham kuchli. Akajon. Men buni qila olaman. Chin ursin. Olg'a, janob Rafael. O'ziga kelishiga yo'l bermang. Hushyor bo'ling. Ochilding, ahmoq. Yetarli. Rahil g'alaba qozondi. Sen juda ajoyibsan, bolaginam Rahil. Ajoyib. Bo'lajak muqaddas ritsar qolganlarda ancha kuchli ekan. Rostdan ham sizga boshqa ritsarlar teng kela olmaydi. Ular yutqazdilar. Hammasi joyida. Men undan qasos olaman. Dushmanga qaramasdan jangga otilish. Hamma orqasidan ergashadigan muqaddas ritsar. Siz shunday bo'la olasizmi? Bu juda ahmoqona mag'lubiyat edi. Ketishdan oldin menga biroz o'rgatasizmi? Hoy, kichkina qizlarga qilich ushlashni kim qo'yibdi? Men kichkina qizaloqlar bilan hech qachon jang qilmayman. Yaxshisi, borib bir burchakda qo'g'irchoqlaringni o'yna. Nima qilayotganingizni tushuntirib bera olasizmi? Bu qanaqa gap bo'ldi? Ishonamanki, siz aniq bilasiz. Yaxshi, roziman. Jangdan keyin yig'lab yurma, ahmoq. Xuddi shunday. Iglis, aqldan ozdingmi? Rostdan ham Kris, shart emas. Yo'q, men jang qilishga qiziqaman. Bu jangga chiqmasam bo'lmaydi. Men seni qiziqishingni hurmat qilaman, lekin Agar ruxsat bermasangiz, onamga siz sotib olgan yangi vazo haqida aytib beraman. juda yaxshi. Senga omad tilayman, qizim. O'zaro kelishuvga erishganimizdan xursandman. Boshlang. Ingliz, omad tilayman.
Men bu arzimas sehrni tanamga gulchambar qo'ygan efir bilan yo'q qila olaman. Etir yordamida osonlik bilan g'alaba qozongan bo'lardim. Lekin bu qanday qiziqarli bo'lar edi? Faqat qilich bilan, mahorat bilan o'lchanadigan sof musobaqa bo'ladi. Men o'tgan hayotimda, yoshligimda shunga o'xshash narsani boshqarganman. Va hozir haqiqiy jangda hozirgi qobiliyatlarimni o'lchash uchun ajoyib imkoniyatga egaman. O'lib ket, ahmoq! Jinursan, sen o'zi nima qilyapsan? Qizalog'imni menga sovg'asi bor shekilli. Juda ajoyib. Sen juda ajoyibsan, Kris. Ingliz! Taslimman. Jang uchun rahmat. Ingliz, siz juda ajoyibsiz. Rahmat, Rani. Umuman olganda, kurash yomon emas. Aytishim kerakki, bu hozirgi turdagi joyim uchun o'tish balliga loyiqdir, ammo men oldinga borishim kerak. Men bundan ham yuqoriroq maqsadni qo'yishim kerak. Qayta tug'ilishimning sababi shu. Birinchi qism tugadi. Ovoz berdi Aseli, Akane va Minato. Tarjimon Minato, Timing Alphonse. Keyingi qismlarda ko'rishguncha